Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Qamchiq dovonida 6 oktyabr kuni 4 ta mashina ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Qayd etilishicha, shu kuni soat tongi 6:20 larda Qamchiq dovonining 199-kilometrida Vodiy Toshkent yo'nalishida harakatlangan Spark haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, yo'l o'rtasidagi temir to'siqqa urilgan. Uning ortidan kelayotgan Sparkdan qochmoqchi bo'lgan Gentra, Cobalt va yana bir Gentra mashinalari ham yo'l transport hodisasiga uchragan. Zudlik bilan Qamchiq qutqaruvchilari, tez tibbiy yordam, yo'l patrul xizmat, Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi xodimlari voqea joyiga yetib borgan. Qutqaruvchilar jarohat olgan fuqarolarni avtomashinalar ichidan chiqarib olgan. Spark salonida haydovchi va bir nafar yo'lovchi bo'lib, yo'lovchi tan jarohati olgan. Cobaltning haydovchisi o'ng qo'l sinishi tashxisi bilan Angren shahar markaziy shifoxonasiga yuborilgan. Hozirda shifokorlar ularning ahvoli yaxshilanganini bildirgan. Qolgan avtoulovdagi yo'lovchi va haydovchilar yengil tan jarohati olgani sabab ularga shu joyning o'zida birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Xabarda aytilishicha, ushbu yo'l transport hodisasi avtomobil haydovchilari noqulay ob-havo sharoitini inobatga olmay, tezlikni oshirib haydashi oqibatida yuz bergan.